Dunyodagi eng chiroyli manzara qayerda ekanligini bilasizmi? Albatta, sakura mavsumidagi Yaponiyada. Bahorda Yaponiya butunlay pushti rangga burkanadi. Bu mo'jizani ko'rishingiz mumkin. Buning uchun dunyoni to'rt burchagidan millionlab insonlar oshiqadi. Lekin Trendy tur bilan bu shunchaki sayr emas. Sizni futuristik Tokio osmono'par binolari va Timlappi koinotga eltuvchi raqamli san'at kutmoqda. Hakonida so'ngan vulqonlar vodiysi va ko'ldagi Fuji aksidan hayratga tushasiz. Atami plyajlarida okean nafasini his qilib, qadimiy Kyotoni oltin pavilyoni va 1000 yillik bambukzorlarda tarix sirini kashf qilasiz. Nara bog'ida esa sizga ta'zim qiladigan muqaddas kiyiklar bilan unutilmas selfilar kutmoqda. 4-5 yulduzli mehmonxonalar, professional gid, ekskursiyalar, hammasi narx ichida. Hatto vizani ham o'zimiz hal qilamiz. Agar sizga ham Yaponiyaga sayohat qilish qiziq bo'lsa, pastdagi tugmani bosib, havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z joyingizni band qiling.